Yangibozor tumanida harbiy xizmatchilar, ularning oila a'zolari, pensionerlar va muddatli harbiy xizmatdan qaytgan yoshlar bilan ommaviy sayyor qabul hamda bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasi o'tkazildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Urganch harbiy prokuraturasi tashabbusi bilan harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarini ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, mavjud muammolarni o'rganib hal qilinishini ta'minlash maqsadida tashkil etilgan ommaviy sayyor qabul hamda mehnat yarmarkasida qurolli kuchlar harbiy xizmatchilar va xodimlari, ularning oila a'zolari, pensionerlar va yoshlarning muammolari va takliflari tinglandi. Sayyor qabulda kelib tushgan jami 29 ta murojaatdan 5 tasi joyida ijobiy hal etildi. 16 tasiga huquqiy tushuntirishlar berildi. 8 tasi nazoratga olindi. Shuningdek, o'tkazilgan mehnat yarmarkasida 9 nafar fuqaroni ishga joylashtirish uchun korxona va muassasalarga yo'llanmalar berildi. Tadbirda muddatli harbiy xizmatni o'tab qaytgan yoshlarga viloyatimiz shahar va tumanlarda faoliyat olib borayotgan korxona va tashkilot, muassasalarda mavjud bo'sh ish o'rinlari taklif etildi. Shuningdek, harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari tomonidan qilingan murojaatlarni hal etish bo'yicha mas'ullarga topshiriqlar berildi. Muhtaram teletomoshabinlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Dasturlarimiz davom etadi, bizdan yiroqlashmang.